Bobur Mirzo ko'pchilikka sarkarda va imperiya asoschisi sifatida tanish. Ammo uning shaxsiyati bundan ancha murakkab va chuqur bo'lgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda Andijonda tug'ilgan bo'lsa-da, umrining uzoq vaqtini musofirlikda o'tkazgan. U hayoti davomida o'zini ko'pincha yurtsiz podshoh deb his qilgan. Kam odam biladiki, Bobur juda kuchli xotira egasi bo'lgan. U ko'rgan shaharlarning tabiatini, o'simliklarini, hatto havo hidigacha aniq tasvirlab bera olgan. Boburnomada u Hindistonda uchraydigan mevalarni Movaron nahr mevalari bilan taqqoslab, qaysi biri shiraliroq ekanini ham yozib qoldirgan. Bu esa uni nafaqat tarixchi, balki tabiatshunos sifatida ham ko'rsatadi. Bobur Mirzo bog' yaratishga oshufta bo'lgan. Hindistonda hukmronlik qilgan paytida u Samarqand va Andijonni eslatadigan bog'lar qurdirtirgan. Bugungi kunda mashhur bo'lgan Boburiy bog'lari aynan uning didi va sog'inchidan tug'ilgan. U suv shovqini, daraxtlar soyasi va gullar hidini ruhiy taskin deb bilgan. Yana bir kam uchraydigan jihat Bobur juda samimiy va o'zini tanqid qila oladigan hukmdor edi. Boburnomada u o'z xatolarini yashirmay yozadi. Ba'zi janglarda noto'g'ri qarorlar qilganini, ba'zan esa hissiyotga berilib ish tutganini ochiq tan oladi. Bu esa o'sha davr hukmdorlari orasida juda noyob holat edi. Bobur Mirzo musiqani ham yaxshi ko'rgan. U ayrim manbalarga ko'ra, kuy va ohanglarni farqlay olgan. She'rlarni esa ohang bilan o'qishni yoqtirgan. Uning saroyida shoirlar bilan birga sozandalar ham bo'lgan. Bobur san'atni davlat qudratining bir qismi deb bilgan. Bobur Hindistonga kelgach, u yerdagi iqlimni yoqtirmagan. U issiq va nam havoni og'ir qabul qilganini ochiq yozadi. Hatto bir joyda bu yurtning havosi ko'nglimga to'g'ri kelmadi deb qayd etadi. Shunga qaramay, u bu diyorda adolatli tartib o'rnatishga harakat qilgan. Eng ta'sirli kam ma'lumotlardan biri Bobur o'limidan oldin o'g'li Humoyun og'ir kasal bo'lib qolganda, o'z jonini uning joniga qurbon qilishni niyat qilgani haqidagi rivoyatdir. Manbalarga ko'ra, Bobur duo qilib, agar jon kerak bo'lsa, mening jonimni ol degan. Oradan ko'p o'tmay Humoyun sog'ayib, Bobur esa vafot etgan.